18 ga kirasiz, xizmat yoshiga yetasiz. Xizmatga bormay deya Rossiyaga qochasiz. Rossiyaga kelasiz, ko'p azoblar ko'rasiz. Borib uylanay deya yana uyga qaytasiz. Shosha-pisha kelasiz, to'y tomosha qilasiz. Ayniqsa asal oyda yaxshi dam ololmaysiz. Ko'chaga mashin kelsa, terazadan qochasiz. Uyda qolgan Arusjonning zaminida qolasiz. Bori yo'g'i 2-3 oy qochib yashaysiz. Qurib ketsin ablova deya yana Rossiyaga qochasiz. Ey birodar yigitlar, shu ham hayot bo'lami? Oldin xizmatga borib, keyin uylansa bo'lmaymi? Uyda turgan zamburga tegmasangiz choqmaydi. Uyasini buzib qochsangiz, choqmasa u qo'ymaydi. Xizmatga borgan yigitlar ablova so'zini bilmaydi. Ayniqsa Arusjonning zaminida qolmaydi. Ayniqsa kelinchakning zaminida qolmaydi. Jonlaringiz omon bo'lsin.